بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله حق سبحانه وتعالى حمد sanolar va Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga behisob salovat salomlarimiz bo'lsin. Amin va robbul alamin. Allohga behisob shukronalar bo'lsin birodarlar. Mana Jumadil avval oyini ilk jumasida turibmiz. Alloh subhanahu va taolo ushbu juma ibodatini barchamizdan qabul aylagan bo'lsin. Amin va robbul alamin. Bugungi juma mavzumizda inshaalloh taolo inson bu hayot dunyoda talabi rizq qilishligi, umr guzaronlik qilishligi, farzand zurriyotlarni halol pokiza yeb ichirish uchun zarur bo'ladigan bir kasb-korlar borasida inshaalloh taolo to'xtalamiz. İnsanlar orasida deydilar ulamolarimiz o'zaro hamjihatlik va ishonch bo'lishi uchun barcha ishlarda iloji boricha halollik bo'ladigan bo'lsa, bu insonlarning bir-birlariga ishonchlari ziyoda bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban va la tattabi'u khutuwatish shayton. Innahu lakum aduwwun mubin." Ey odamlar, Alloh subhanahu va taolo oyatda aytayaptiki, Baqara surasining 168-oyatida: "Ey insonlar, yerdagi halol pok narsalardan tanovvul qilingiz va shaytonning izlaridan ergashmangiz. Albatta u sizlarga aniq dushmandir" deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qilgan. Mufassirlar, ya'ni Qur'oni Karimni ma'nolarini tafsir qiluvchi mufassirlar aytadilarki, ushbu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo bizlarni halol pok narsalarni iste'mol qilishga buyurish bilan birgalikda shaytonning izidan ergashmaslikka va turli nopok narsalarni iste'mol qilmaslikka undamoqda, buyuryapti deb tafsir qilgan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo halol, pokiza narsalarni iste'moliga bizlarni buyurgan. Ya'ni misol qilib keltiradigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo go'shti yeyiladigan qo'yni ham yaratgan, go'shti yeyilmaydigan cho'chqa va bo'ri kabi va to'ng'iz kabi yovvoyi hayvonlarni ham yaratgan. Lekin Alloh subhanahu va taolo halol pokizasini yegin deb bizga buyurdi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar: "Man amsa kallay min amali yadayhi amsa maghfurun lahu." Kim mehnat qilib, horib, charchagan holatda tunaydigan bo'lsa, gunohlari kechirilgan holatda tunaydi deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan. Ya'ni rizq talabida halol mehnat qilib, qandaydir tashvish va mashaqqat chekadigan bo'lsa, mana shuni o'zi ham uni gunohlariga kaforat bo'lishligini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan. Ya'ni inson agar ushbu ko'rsatmalariga, Payg'ambar alayhisalom ko'rsatmalariga amal qiladigan bo'lsa, hayoti tartibga tushadi, ham ajr savob oladi, ham gunohlardan poklanadi deydi. Faqat shu mana shu rizq qilish talabida yoki kasb-kor qilish borasida niyati to'g'ri bo'lsa, har bir harakatiga inshaalloh taolo ajr oladi degan. Alloh taoloni rozilik qilish yo'lida yurgan bo'ladi. Bu borada Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birgalikda o'tirgan edik. Shunda bizlarni oldimizdan deyaptilar, bir kishi o'tib qoldi. Uni baquvvatligi, chaqqonligi sahobalarga juda yoqdi. Ular aytdilarki: "Ya Rasululloh,
bu kishi qani edi shu shijoatni, shu kuch-quvvatini, mehnatini Allohning yo'lida qilganida edi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deb javob qildilar. Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Wa in kharaja yas'a ala abawayni shaykhayni kabirayni fa huwa fi sabilillah. Wa in kana yas'a ala nafsihi ya'fiha fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja riya wa tafakhura fa huwa fi sabili shayton." Payg'ambar Rasululloh aytdilar, agarda bu kishi yosh farzandlariga rizq topish uchun chiqqan bo'lsa, u Alloh taoloni rozi qilish yo'lida yurgan bo'ladi dedi. Yoki ikki keksaygan ota-onasini boqish maqsadida chiqqan bo'lsa ham Allohning roziligini, Allohni rozi qilishlik yo'lida yurgan bo'ladi dedilar. Va mabodo bu kishi boshqalarga muhtoj bo'lmaslik maqsadida o'z nafsi uchun chiqqan bo'lsa ham, u Allohni rozi qilishlik yo'lida bo'ladi. Ammo bu kishi riyo uchun, ko'z qilish uchun, faxrlanish uchun chiqqan bo'lsa, u shaytonning yo'lidan yurgan bo'ladi dedilar. Ya'ni chaqqon yurib ketyapti. Sahobalar ta'jublandilar, shu buni qarang, bu baquvvat ekan, buni illamligini qarang, baquvvatligini qarang, shu qani edi biz shu islom yo'liga xizmat qilganda bo'lsa, ya'ni bizlarni safimizga o'tib janglarda ishtirok etgan bo'lsa edi degan ma'noda sahobiy kiromlar orzu qildilar. Shunda payg'ambar alayhisolom aytdilarki, mana shu ketishida yosh farzandlariga rizq topish uchun ketayotgan bo'lsa, bu Allohning yo'lida, xuddi sizdek Allohning yo'lida yurgan bo'ladi. Yoki keksaygan ota-onasini boqish uchun bir ishga ketayotgan bo'lsa, u ham Allohning yo'lida. Yoki birovga muhtoj bo'lmaslik uchun o'zi uchun ishlayapti. Birovga muhtoj bo'lmagin deb ishlash uchun bir yoqqa ketayotgan bo'lsa, mardikorga boryaptimi yoki tog'dan o'tindir ishga boryaptimi, Alloh a'lam. O'sha ham Allohning yo'lida, lekin kibrlanib, faxrlanib ketayotgan bo'lsa, u shaytonning yo'lida yuribdi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Kasb-kor masalasida odamlar bir necha qismga bo'linadi deydilar ulamolarimiz. Ba'zilari biz Allohga tavakkal qilamiz deb kasb qilishdan o'zlarini chetga tortadilar va bu ishlari bilan o'zgalarga yuk bo'ladilar. Aslida tavakkal qilish payg'ambarlarning holi, kasb qilish esa ularning sunnatidir. Payg'ambar alayhissalomlarni hammalarini o'zlarini kasbkorlari bo'lgan. Lekin Alloh subhanahu va taolo ular ishlamasaga ularga rizqini berishni va'da qilgan. Yubordi Maryama ro'zi malakdin, Masihga moida tushdi falakdin. So'fiylar aytadilar. Maryam onamizga har kuni bir farishta orqali hujralariga anvoyi taomlar kelardi. Zakariya alayhissalom degan bu qayerdan ekan? Bu qayerdan kelibdi? Birov bundan derkan. Kim keltirib bergan hech kim ko'rmaydi. Har kun toza sarxil mevalar, taomlar kelardi. Masihga moida tushdi falakdan. Masih bu Iso alayhissalomni laqablari. Ya'ni shu duo qilganda qavm aytdiki, ey Iso dedi, bizga toki dasturxon bilan osmondan taom tushib bermasang, senga iymon keltirmaymiz. Chunki Iso alayhissalom duo qildilar, yer yuzida bo'lmagan anvoyi taomlar tushdi. Allohga oson payg'ambarlarni ta'minlab qo'yish. Lekin baribir Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlarini o'zlarini kasbkorlari bo'lgan, birovga yuk bo'lmasligi uchun. Aksarlari Janob Rasul akram sallallohu alayhi vasallamdek cho'ponlik qilganlar,
tijorat bilan shug'ullanganlar, hisob ilmini yuritganlar Yusuf alayhissalomga o'xshagan, temirchilik bilan shug'ullanganlar Davud alayhissalomlar, duradgorlik bilan shug'ullanganlar Nuh alayhissalom. Har bitta payg'ambarlarning o'zlarining kasblari bo'lgan. Bu ularga katta mashaqqat yuklangan. Ya'ni qavmni to'g'ri yo'lga boshlash. Nuh alayhissalom u kishiga payg'ambarlik yuborilgan vaqtda qavmni ichida boyi bo'lmaganlar. U kishi borib risolat yetkazgan vaqtga qavmning malolari, qavmlarning kattalari, bizlarni qishloqchasiga aytsa og'zi kattalari pisand qilmagan. Lekin u kishi bitta hasoni urganlarida Muso alayhissalom dengiz ikkiga bo'lingan. Nuh alayhissalom esa shu Allohning izni bilan kema yasab, bir o'zlari kema yasab, butun o'sha mavjudotni, o'sha atrofdagi qavmlarni bir o'zlari najot kemasiga olib chiqqanlar. Ularga ko'p imkoniyatlar bo'lgan. Bitta duosi bilan butun qavm qirilib ketishi mumkin. Yoki Alloh xohlagan narsasini so'ray olishlari mumkin. Lekin baribir Alloh subhanahu va taolo ularni har biriga kasb-korli bo'lishligini buyurgan. Ya'ni odamlarni qo'llariga muhtoj bo'lib qolmasligi uchun, o'zgalarga yuk bo'lmasligi uchun. Hazrat Umar roziyallohu anhu aytadiki, meni bir kishining ko'rinishi lol qoldirdi dedilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu bir joyga borsalar, bir odam, basavlat odam ketayotgan ekan, yurish-turishidan hayron bo'ldilar. Qanday bir xushbichim odam ekan dedilar. So'radilarki, bu odam biror kasb hunari bormi dedi. Ya biror bir kasbi bormi? O'qituvchimi yoki boshqami yoki bir hunarmand, bir tikuvchimi yoki duradgormi, temirchimi, nima? Hech ish qo'ldan kelmaydi dedi. Shunda o'sha dedilarki, keyin u haqida so'rasam, uni biror bir kasbi yo'qligini aytishdi va u mening nazarimdan qoldi dedi. Ya'ni kasbi hunari bo'lmagan kishidan xalifalar ham bezor bo'lgan ekan. Allohning saqlasin. Qur'oni Karimda Shu'ara surasida Alloh subhanahu va taolo Shura surasida aytadiki, Astagfirullah, man kana yuridu harsad dunya nazid lahu fi harsihi va man kana yuridu harsad dunya nutihi minha va ma lahu fil akhirati min nasib. Kimiki oxirat ekinini savobini istar ekan, biz unga ekinni, ya'ni hosilni ziyoda qilamiz. Kimki dunyo ekinini istar ekan, biz unga o'shandan beramiz va uning uchun oxiratda nasiba bo'lmas. Bu yerda keladigan zikr keladigan narsa Allohdan oxirat oxiratdan umidi bor odam shu kasb-kor qilayotgan vaqtda halol kasb-kor qilishga harakat qilish kerak. Nima qilib bo'lsa ham allab, ko'ziga tuproq sepib, tarozidan uribmi yoki bundayroq qilibmi o'tqarib, ya'ni shu dunyoni ko'ray, hozirim o'zirim deydigan bo'lsa, oxiratda pand yeb qoladi deb Alloh subhanahu va taolo oyatda marhamat qilgan. Imom Ahmad ibn Hanbaldan so'radi. Ey imom dedilar. Qalblar nima bilan yumshaydi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tgan salaflar ham qalbimni qattiq bo'lishidan sandan panoh so'rayman deb Allohga iltijo qilgan. Qalb qattiq bo'ladigan bo'lsa, u odam keyin tavbaga bo'yin egmaydi. Tohir Malik, Alloh rahmatli yozuvchining asarlari borda, tosh qalblarga nazar solinmas. Ya'ni qalbi qattiq insonga Alloh nazar qilmas ekan, Allohning saqlasin. Ahmad ibn Hanbaldan so'raldiki, ey imom, qalbimizni nima yumshatadi deganda o'sha aytdilarki, halol taom iste'mol qilish bilan dedilar. Ya'ni qayerda bo'lsa ham birovni rozi qilib, aldamasdan,
aldamchilik yo'li bilan emas, nima qilib bo'lsa ham bir narsasini deyish emas, ko'nglidan chiqarib beradigan bo'lsa, rozi bo'ladigan bo'lsa, ana undan keyin uni uyiga yeydimi yo uyiga yetib yeydimi, inshaalloh taolo halol kasb va halol luqmani foydalari. Halol kasb va halol luqmani foydalaridan biri deydilar ulamolarimiz. Bu o'sha halol kasb qilayotgan, halol luqma bilan farzandini boqayotgan kishini farzandlari salohiyatli bo'ladi. Imom Buxoriyni otalari Ismoil ibn Ibrohim o'lim to'shagida yotgan paytlarida oldilariga yaqinlari ziyorat uchun kelganlarida shunday degan ekan: mol dunyoyimni barchasida bir dirham ham shubhali narsa borligini bilmayman dedi. Otalari o'lim to'shagida dedilar, keldilar, hol ahvol so'ragan aytgan ekanlarki, mol dunyomni bir dirham ham shubhali, noaniq narsa borligini bilmayman, ya'ni yo'q degan ekanlar. Vaholanki ular faqir yashamagan, badolat odamlar bo'lgan. Ya'ni o'sha topganlarini haloldan bo'lishiga e'tiborlari shu darajada kuchli bo'lgan. Imom Ahmad eshitganlarida aytgan ekanlarki, otalarini solih bo'lishligi farzandlariga ham naf keltiradi degan ekan. Hozirgi vaqtda nima uchun Imom Buxoriylar chiqmayapti, boshqalar chiqmayapti degan savol bo'ladi. Mana hozir ilm-fan rivojlangan. Sun'iy intellekt boshqa rivojlangan. Hozir bir masalan shu uy qurish borasida hadislarni keltir deb bir sun'iy intellektga ChatGPTga aytsangiz, yozsangiz, qaysi hadislardan keltiray deydi. Imom Muslimdan keltiraymi deydi, Imom Buxoriydan keltiraymi deydi. Yoki o'zi dehqonchilik borasida menga hadislardan keltir desangiz, uni ham aytadi. Yoki masalan ilm haqida menga bitta maqola yozib bersangiz, uni ham yozib beradi. Nima uchun shuncha yengillik bor, nima yo'q, natija yo'q deganda, mana Imom Ahmadni aytayaptilarki, otalarini solih bo'lishligi farzandlariga ham naf keltiradi deb. Hizr alayhissalom bilan Muso alayhissalom bir kuni o'sha har juma kuni o'zimiz o'qiymiz Ka'b surasini. Ka'b surasini o'sha oxirgi oyatlarida shunday keladiki, voqeani oxirida Muso alayhissalom solih banda deb kelgan oyatda tafsirda ulamolar aytadilarki, bu solih bandadan murod bu Hizr deydilar. Ba'zilar u kishini payg'ambar bo'lganlar deganlar. U kishi bilan bir qancha voqealar bo'ladi. Va shu voqealarning birida aytadilarki, sen nima uchun kemani teshding deganlarida, u kishi keyin aytaman deydi. Keyin voqeani oxirida aytadilarki, kemani teshganimni maqsadi mana bunday edi. Bolani o'ldirganim maqsadi mana bunday edi. Va so'zlarning oxirida aytadilarki, mana bu yerda yiqilgan devorni tuzatdik ikkov. Lekin nima uchun bepul begat tuzatdik? Nima uchun pul olmading deganda, o'sha aytdilarki, bu devor dedilar. Ikkita yetim bolaga tegishli devor edi dedilar. Uni ostida
xazina bor edi va ularni otalari solih kishi. Va kana abuhuma solihan. Ya'ni inson o'sha solih bo'lganligi uchun Allohning ikkita payg'ambari, Hizr alayhisolamni ba'zilar payg'ambar ham degan. Ikkita payg'ambari bepul, begap mardikorlik qilib devorni tuzatib bergan. Ya'ni Imom Ahmadning so'zlariga dalil, otalarni solih bo'lishligi farzandlariga ham naf keltiradi. Biz o'zimiz ranjimizki, o'g'lim aytganini qilmaydi, qizim quloq qashang bo'lgan, lekin u o'zimizni ma'ni aybi. Birinchi navbatda bizni aybimiz. Ya'ni otalar solih bo'ladigan bo'lsa, deyapti Alloh subhanahu va taolo o'sha solih bo'lganligi uchun ikkita payg'ambar ularni tegin devorni suvab bergan ekan. Halol kasb va halol taomning foydalaridan biri. Birinchisi o'sha otani solihligi bo'lsa, ikkinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar, Sa'd ibn Abu Waqqos rivoyat qiladilar-ki, ey Allohning rasuli, meni duolari ijobat bo'ladigan inson bo'lishim uchun Allohga duo qiling dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ey Sa'd, yeydigan narsangni halol qil, ya'ni rizqingni haloldan top. Shunda duolari qabul qilinadigan zot bo'lasan dedi. Yusuf ibn Asvod rahmatullohi aytadilarki, agar bir yigit ibodat qilsa, iblis alayhilani shunday dedi. Qaranglarchi, uning yemog'i qayerdan ekan dedi. Agar uni yeyotgani halol bo'lmasa, iblis aytar ekanki, uni o'z holiga qo'yinglar. U bilan band bo'lmanglar, qo'yaveringlar. U qancha harakat qilmasin, ibodat qilmasin, u zotan o'zini barbod qilyapti dedi. Ya'ni uni ibodatidan to'sib o'tmanglar, sharqda o'tmanglar. Namozdan ham sharqda o'tirmanglar. Qilaversin ibodatini, xohlagancha qilaversin. Haromdan kasb-kor qilayotgan bo'lsa, foydasi yo'q, o'ziga o'zi zarar keltiradi dedi. Allohning saqlasin. Halol kasb va halol taomning foydalaridan biri ulamolar aytadilarki, bu amal insonni jannatga kirishligiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim halol taom yesa, sunnatga muvofiq amal qilsa va odamlar uni yomonligidan omonda bo'lsa, u jannatga kiradi dedilar. Ey Allohning rasuli, bunday odamlar bugun juda ko'p emasmi deb payg'ambar alayhisolamdan bir kishi so'radi. Payg'ambar alayhisolam shunday dedilarki, mendan keyin keladigan avlodlar ichida ham shundaylar bo'ladi dedi. Ya'ni inson o'sha jannatga kirishligi xohlaydigan bo'lsa, rizqini qayerdan topayotgani va uni haloliga e'tibor berishi, yurish-turishi, xulq-atvorida payg'ambar alayhisolamga ergashishlik hamda tili va qo'lidan boshqalar omonda bo'lishligi lozim deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qiyomat kunida ayrim kishilar hisobga olib kelinadi. Ularni toma tog'icha keladigan savoblari bo'ladi. Ya'ni yaxshiliklari bo'ladi. Ular keltirilgach, Alloh taolo ularni qilgan yaxshiliklarini to'zg'igan g'uborga aylantiradi. Alloh o'zi saqlasin. O'zlarini esa do'zaxga uloqtiriladi. Shunda ya Rasululloh, bunday bo'lishini boisi nimadir deb payg'ambar alayhisolamdan so'radi. Payg'ambar alayhisolam aytdilarki, ular namoz o'qiydi, ro'za tutadi, haj qiladi, ammo biror bir harom narsaga duch kelsalar, uni olishar edi. Shu bois Alloh ularning amallarini yo'qqa chiqaradi deb javob berdi. Alloh subhanahu va taolo o'zi panoh bersin. Hozirgi kunda bilmasdan kasb-kor qilishda chog'ida turli xil aldov, firibgarlik yo'llarini tutib, o'zgalarning molini yeyishlik, birovning hisob raqamdagi pullarni o'zlashtirib olib, odamlarning ishonchiga kirib, ularni chuv tushirish, birovni haqidan hazar qilmaslik, Allohning bergan taqsimiga rozi bo'lmasdan tez boyib ketaman, tez kuchayib ketaman degan uy xayolda bo'lishlik, mana shu hozirgi vaqtda ko'p insonlarni yuzi qaro bo'lib, aybdorlik kursisiga o'tirib,
qamalib jazo olayotganlari mana shu Allohning bergan taqsimiga rozi bo'lmasliklari. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Allohga qasamki, bandani hech bir banda o'zini rizqini olmagunicha bu dunyodan o'tmaydi. Rizqimizni yeb ketamiz. Hech kim o'ylamasin, meni rizqimni falonchi yeb qo'yapti deb o'ylamasin. Bozorga kirasiz, 10 ta odam, 100 ta odam pul sotadi. 100 talasiga ham xaridor bor. 20 ta odam guruch sotadi, 20 ta ham xaridor bor. 100 ta odam bu yoqqa yana ip sotadi, unga ham xaridor bor. Alloh subhanahu va taolo buni ham rizqini beraveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, Alloh taborak va taolo bandasini unga bergan narsasi bilan sinaydi. Kimiki Alloh taoloning taqsimotiga rozi bo'lsa, Alloh unga bergan narsasiga baraka beradi va uni keng qilib qo'yadi. Kimiki rozi bo'lmasa, unga bergan narsadan barakani ketkazadi deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan. Iloho Alloh subhanahu va taolo bergan rizqiga qanoat qiluvchilarni qatorida qilsin. Bu dunyodagi o'sha bandalar tomonidan siz bandalar tomonidan sodir etilayotgan ayrim holatlar o'sha jinoyatlar bo'ladimi, poraxo'rlik bo'ladimi yoki riboxo'rlik bo'ladimi, o'g'irlik bo'ladimi? Bularning hammasining negiziga Allohning bergan taqsimiga rozi bo'lmaslik turadi. Nima uchun u boyu menga yo'q deydi. Boydan o'g'irlik o'rsak ham bo'ladi deydi. Boyga bola urmaydi degani o'sha o'zimiz azorqilog'iga boyga bola uradim deydi. Zakotini bersa hech balo bermaydi. Zakotini bersa muhtojni haqqini beradigan hech narsa bo'lmaydi. Men qasd qilasizmi, boshqa qilasizmi, hech narsa bo'lmaydi. O'zimizga misol. Qizil qo'shinlar kelgan vaqtga boylar quloq qilib yuborilgan. Lekin nimagadir ayrimlari Afg'oniston yoki Saudiyaga borib, yana o'sha yerga qolib, yana katta bir korxonalarga asos solib ishlab yurgan. Nima uchun? Nima uchun ular qirilib ketdi, ular qirilmay ketdi? Degan Alloh subhanahu va taolo uning hikmatini o'zi biladi. Mumkin ular zakotini bermagandir. Mumkin haligi bu zakotini berib omonda qolgan. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sadaqa bilan hargiz mol kamaymaslik va'da berganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'zlarida rost so'zlaguvchi edilar, yolg'ondan yiroq edilar. Alloh subhanahu va taoloning o'zi u zotga munosib ummat bo'lmoqlikni Alloh bizga nasib etsin. Bergan rizqiga qanoat qiluvchilardan qilsin. Noto'g'ri, noshariy yo'llar bilan mol topishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Farzand zurriyotlarimizni ham Alloh subhanahu va taolo o'zini roh rostidan zinhor va zinhor adashtirmasin. Amin va robbul alamin. Birodarlar, jamoatimizdan mana birodarimiz Zohidjon ukamiz komaga yotibdi, jamoatdan duo so'ranglar dedilar. Bir birodarimiz bugun telefon qildilar, domla ayolim shifoxonaga, jamoatdan duo olib bering dedilar. Birodarlarimiz safarga chiqqan birodarlarimiz bor, safar duo so'raganlar. Shifoxonada davolanayotgan bemorlar bor. Biz bu yerda nomlarini keltirmadik barcha bemorlarga Parvardigorimiz shifo komil bersin. Mana hosillarni yig'ayotgan fermer birodarlarimizdan Alloh subhanahu va taolo xirmonlariga baraka bersin. Ehson qilguvchilarni qilgan ehsonlarni Alloh qabul etsin. Mana masjidimizda juma namoziga tayyorlashda xizmat qilgan katta-kichik birodarlarimiz bor, opa-singillarimiz bor. Ular barcha jamoatdan duo so'raganlar, iloho amin. Barcha shu duo talab birodarlarimizni duolarini ijobat aylagin. Alloh subhanahu va taolo va opaxonimiz masjidga ehson qilib kelgan ekanlar. Turmush o'rtoqlari va otalarini haqqiga duo so'raganlar. Alloh subhanahu va taolo barcha ehson qilguvchilarni, xayrot qilguvchilarni qilgan ehsonlarini Alloh qabul aylar.
bemor betoblarni dardiga xazonai g'aybidan shifo berib, musofirlarni safarlarni bexatar qilgin. Shifoxonada davolanayotgan, uyda davolanayotgan barcha bemorlarning dardiga shifo bergin. Alloh subhanahu va taolo oqibatimizni xayrli qilgin. Islom iymonimizni salomat qilgin. Farzand zurriyotlarimizni Parvardigor o'zingning rohi rostida yuradigan, o'zingning rohi rostida ayrilmaydigan ahli solihlardan qilgin. Bizlarga esa Alloh subhanahu va taolo yurishga hidoyat bergin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. Birodarlar, har yili barchamizga ma'lum masjidimiz, hamma masjidlar tomonidan O'zbekiston musulmonlari idorasining nashrlari, Hidoyat jurnali, Islom nuri gazetasi, Mo'minalar jurnaliga obunalar olib boriladi. Inshaalloh taolo obunaga hissalarni qo'ysangizlar, nurisi a'lo bo'ladi. Obuna pulini Nosir akaga keltirib berasizlar. Inshaalloh taolo bir yil davomida Xudo xolasa masjidimizdan shu yerdan kelib olaverasizlar. Pochta orqali emas, shu yerdan bo'lsa arzonroq bo'ladi. Hissalarni qo'ysangizlar bu yaxshi bo'ladi. Ya'ni jamoat bir faolligini bildirsa, masjidimizni bir faoliyatini bir belgisi hisoblanadi. Ilohomin Alloh subhanahu va taolo o'zi barchamizni o'zingni baytingni sevuvchilardan qilgin. Alloh subhanahu va taolo qadamlarimizni masjidlarga Parvardigorim bardavom aylagin. Qiladigan ibodatlarimizni Alloh dargohiga husn qabul ayla. Amin va robbul alamin. Alloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.